baxtini bersin. Sini mana gel? Sini mana gel? Yana bitta salom berasiz. Endi Ilhom oyiso'ngiz uchun salom berasiz. Ko'rib turibdi, xursand. Bu meni ko'zimdan seni ko'rsam yetkazgan. Bu o'sha oyijoningizni omonatlar. Oxirgi kunlarda menga o'zini tillalarini berib, 3 o'g'limga o'zingiz har bittasini kelinlarim bo'lib qo'yasiz meni nomimda. Meni eslab yurasiz. Bu axir emas. Bu shunchaki sovg'a emas. Bu oilalarga meros, ya'ni sizni qizlaringiz bo'lmay o'g'illaringiz bo'lsa, kelinlaringizga o'tadigan sovg'a. Qarang, o'zi shunaqa kasal bo'lib 35 yoshda bu hayotdan ketayotgan paytda o'g'illarga kelayotgan kelinlarini tasavvur qilib, o'shlarni qo'llariga qo'yish maholaga 13 yildan beri mana shu omonatni saqlayman. Bu birinchisi. Qolganlarini har bitta kelinlar, o'g'illaringizga ham nasib qilsin ilohim. Xola ham ona o'rnida albatta singlimdan deb qabul qilasiz. O'sha singlimi yoshlarni sizlarga qo'shib bersin. Ilohim. Baxtli, saodatli bo'ling qizim. Endi kattaroq bo'lsangiz, faqat siz yaxshi kunlaringiz. Rahmat xolasi.